Hammaga assalomu alaykum. Kirov Raddon ko'cha 8 metrcha kirganida yer hisobida uchastka bor. Katish cho'qqilarga вообще zo'r. 11.4 sotu, fasadi 30 metr, mannag'asiga 40 metr. Tayyor uy-joylari ham bor. Katish cho'qqilarga juda ham chutki, juda ham chiroyli imkoniyat. Xohlasanglar yashab turib ham quror ursanglar bo'ladi bu yog'iga. Katish cho'qqilarga deb o'ylayman, bu juda chiroyli vazminimiz. Egalari bilan maksimalni kelishib, gaplashib, talashib tushirganimizda 15.900 ga xudo xolasa berib yuborishadigan bo'ldi. 11.4 sotu. Tayyor uy-joy, hamma telekommunikatsiyalari bor. Svet, suv, gaz, hamma shart-sharoitlari bor. Srochniy egalariga telefon qilib bosib oladigan joy. Telefon nomeri, hamma narsa, kontaktlarini beraman. Uy egalarini o'zim telefon nomeri. Bemalol telefonlashib, baylashib olasizlar. Taqalgan narxi 15.900 deyishdi. Yana sunnatiga ozgina menimcha tushib berishsa kerak. Yana ham bir qalblariga qo'l solib gaplashib ko'rasizlar. Bu lokatsiyasiga juda ham tillanadi. Nimaga deganda, maktab, bog'cha shundoq. Qashdan 150 metr, 200 metr yurganingizda bog'cha. Bu yog'i ozgina 8 metrdan keyin maktab. Hamma narsa bor. Poliklinika, magazin, korzinka, hamma narsa shunday yon atrofida. Pishkun yurib boradigan joy. Mahallalar ham to'liq mana ko'rishingiz mumkin. Asfalt bo'lgan. Daraxt turib yo'llar yo'q. Mahallalar asfalt. Ko'raveramiz mana shu. Tayyor fasadi 30 metr, bunaqasi 40 metr. Tez berilgan nomerlarga aloqaga chiqib, katish cho'qqilar bosib olinglar.